Mavzuyimiz uchburchakning turlari. Uchburchaklimiz tomonlariga ko'ra 3 ta turga bo'linadi. Bular teng yonli, teng tomonli hamda turli tomonli. Teng yonli uchburchagimiz qanaqa uchburchak? Teng yonli uchburchagimizning ikkita yoni bir xil bo'ladi hamda uchinchi yoni boshqacharoq, ya'ni boshqacha uzunlikda bo'ladi. Teng tomonli uchburchagimiz esa xuddi kvadratga o'xshab hamma tomoni bir xil bo'ladi. Uchta tomoni ham bir xil hisoblanadi. Turli tomonida esa nomi bilan birga hamma tomonlari bir-biridan farq qiladi hamda turli tomon deb ataladi. Bu mavzuni o'rganishimizdan oldin, bu videorolikni ko'rishimizdan oldin biz bundan bitta oldingi dars, ya'ni uchburchak, uning elementlari hamda perimetri mavzusini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Endi shu mavzuga oid misollarni ko'rib chiqsak. Masalamizda aytilmoqda, teng yonli uchburchakning perimetri 60 cm, uning yon tomoni 22 cm bo'lsa, asosini toping deyilyapti. Yechish. Masalani birinchi tushunib olsak, bizda teng yonli uchburchak keltirilmoqda. Aytib o'tganimdek, teng yonli uchburchakning ikkita yon tomoni bir xil bo'ladi hamda uchinchi tomoni undan farq qiladi. Uning yon tomoni 22 cm bo'lsa, asosini toping deyilmoqda. Demak, ikkita bir xil bo'ladi yon tomoni. Bizda birinchi yon tomoni keltirilgan, bundan o'z-o'zidan bilinishi mumkin. Ikkinchi yon tomoni ham 22 cm. Ikkita tomoni ma'lum. Ikkita tomonni bir-biriga qo'shib olamiz hamda umumiysidan ikkala tomonni yig'indisini ayirib olamiz. Bizda ikkita tomoni 22 cm danida birinchi amal 22 qo'shilgan 22 44 cm bo'ladi. Ikkinchi amalimizda esa umumiysi 60 bo'lganligi uchun 60 dan 44 ni ayirib olamiz. Chiqqan javobimiz esa 16 cm. Demak, bizda teng yonli uchburchakning asosi, ya'ni pastki qismi 16 cm ekan. Teng yonli uchburchakda ikkita yon tomoni hamda asos bo'ladi. Yon tomonlari bu yon tomonlari, asosi esa pasti hisoblanadi. Keyingi masala. Teng tomonli uchburchakning perimetri 45 cm bo'lsa, uning tomonlarini aniqlang. Bizda teng tomonli deyilmoqda. Teng tomonli degani aytib o'tganimdek, xuddi kvadratga o'xshab hamma tomoni bir xil bo'ladi. Uchta tomoni ham bir xil bo'ladi. Buni topish uchun biz 45 sonini 3 ga bo'lib olishimiz kerak, chunki uchburchakda 3 ta tomon bor, hamki teng tomonlida hamma tomonlari bir xil bo'lganligi uchun 45 soni 3 ga bo'linib olinadi. Yechish. 45 soni bo'lingan 3 teng 15 cm. Demak, teng tomonli uchburchagimizning tomonlari 15 cm dan ekan. Teng tomonli uchburchagimiz muntazam uchburchak deb ham ataladi, chunki hamma tomoni bir xil bo'lganligi uchun. Mavzuyimiz shundan iborat edi. Savol tushunmovchiliklar bo'lsa, kommentariyaga murojaat qilishingiz mumkin. Bu mavzu, ya'ni bu videorolikni ko'rishdan oldin kanalimizning ichiga kirib, bundan bitta oldingi uchburchak, uning elementlari hamda perimetri mavzusini ko'rib chiqishingizni tavsiya qilamiz.